O'zbekistonda bo'lganida hozir maslahat berardim. Do'stim sekinroq yur, radarga tushasan deb. Qo'rqma, radar yo'q. Daraxtlarda radar qidiryapti do'stim. Qayerdan kelgansan? Bu toshbaqani kallasi o'g'il bolalarni sovuq suvga tushishini eslatib yuboryapti menga. Xuddi shunaqa narsa bo'ladi, qaranglar. Ko'rdinglarmi? Instagramdagi yarim yalang'och shimaralarni ko'rsa erkaklarda shunaqa o'zgarish bo'ladi. Shunda ham hali golodniy erkaklarda mana. Meni ash golodniy erkaklar tushunadi hozir. Turishini qaranglar bilan. Bu poylashini qaranglar, gentrafara bilan. Buni xotin bola chaqasi yo'qmikin, o'zi zerikmasmikin? Hozir O'zbekistonlik toshbaqalar bo'lganda shu savolni berib, zaybal qilishardi shu bechora toshbaqaga ham. O'zi men o'zbekligimdan zaybal bo'lib ketyapti. Do'stim, qadrdonim, omon bo'l. Bu videoni ham oxirini Amerika uchun qilyapman. Ertaga meni ham mana shu joyga qamab qo'yishmasin. O'zingni ehtiyot qilgan, silab ham qo'y, aylanib ketdi. Mana. O'sha videoni ko'rishib shekilli.